Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 1 avgustdan qariyalar uchun qo'shimcha 1 million 500 ming so'mgacha pul olish masalasi. Bu xabarni eshitgan ko'pchilikda bir xil savol paydo bo'lyapti. Bu pul hammaga beriladimi? Kimlar oladi? Qayerga murojaat qilish kerak? Qanday hujjat kerak? Ariza yoziladimi yoki avtomatik tushadimi? Men sizga hammasini oddiy tilda, bosqichma-bosqich tushuntiraman. Chunki bu masalada bitta xato tushuncha odamni puldan mahrum qilishi mumkin. Ayniqsa uyda keksa ota-onasi, buvisi, bobosi borlar diqqat bilan eshitsin. Bu ma'lumot faqat pensionerning o'zi uchun emas. Uning farzandlari, nevaralari, qo'shnilari uchun ham kerak. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men kimlar xavotir olishi kerak, kimlarga murojaat shart emas, qaysi holatlarda rad javobi chiqishi mumkin. 1. 5 million so'mni olish uchun aniq qadamlar qanday bo'lishini tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar kechikib eshitilsa, odam huquqidan vaqtida foydalana olmay qoladi. Avvalo, eng muhim savolga javob beraman. 1 avgustdan qariyalarga 10 million so'm deganda nimani tushunish kerak? Ko'pchilik buni shunday qabul qilyapti. Go'yoki 1 avgust kuni barcha pensionerlarning kartasiga avtomatik ravishda 1 million 500 ming so'm tushadi. Lekin amalda har doim ham bunday bo'lmaydi. Davlat tomonidan beriladigan qo'shimcha yordam, kompensatsiya, nafaqa yoki bir martalik to'lovlar odatda aniq toifalarga tegishli bo'ladi. Ya'ni pulning manbasi, kimga berilishi, qanday shart bilan berilishi alohida belgilanadi. Oldin ko'p holatlarda keksalar yordam olish uchun mahalla, tuman ijtimoiy himoya bo'limi yoki pensiya jamg'armasiga borishga majbur bo'lardi. Hujjat yig'ish, ariza yozish, navbat kutish, ma'lumotnoma olib kelish, daromadni tasdiqlash kabi ishlar odamni charchatardi. Ayniqsa yoshi katta insonlar bitta idoradan boshqasiga yurishga qiynaladi. Ba'zilar esa o'zining haqqi borligini bilmaydi. Natijada yordam haqiqatan muhtoj odamga emas, faqat xabardor bo'lgan odamga yetib borardi. Hozirgi o'zgarishlarning ma'nosi shuki, ijtimoiy yordam tizimi bosqichma-bosqich aniqroq, manzilli va raqamli bo'lib bormoqda. Ya'ni davlat kimning yoshi nechada, pensiya oladimi, nogironligi bormi, yolg'iz yashaydimi, oilasida daromad qanday, ijtimoiy himoya yagona reyestrida turadimi, bularni bazalar orqali ko'rish mumkin. Lekin shunga qaramay, ayrim to'lovlarni olish uchun murojaat qilish zarur bo'lishi mumkin. Shuning uchun men pensionerman, demak pul o'zi tushadi deb o'tirish xavfli. Bu yerda asosiy masala, siz yoki sizning yaqin keksangiz qaysi toifaga kiradi? Agar toifa to'g'ri aniqlansa, keyingi ishlar osonlashadi. Agar toifa noto'g'ri tushunilsa, odam kerak bo'lmagan joyga boradi, hujjat yig'adi, vaqt yo'qotadi yoki umuman murojaat qilmay qo'yadi. Endi men buni oddiy misollar bilan tushuntiraman. Keling, birinchi vaziyatni olaylik. Masalan, 72 yoshli otaxon bor. U yoshga doir pensiya oladi. Farzandlari bor. Farzandlari bilan birga yashaydi. Pensiyasi har oy kartasiga tushadi. Uning sog'lig'i nisbatan yaxshi, nogironlik guruhi yo'q. U mahallada kam ta'minlangan sifatida ro'yxatda turmaydi. Agar 1 million so'mlik yordam aynan ehtiyojmand, yolg'iz yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj qariyalarga mo'ljallangan bo'lsa, bu otaxon avtomatik ravishda bu to'lovni olmasligi mumkin. Chunki har bir pensioner alohida ehtiyojmand deb hisoblanmaydi. Ikkinchi vaziyat, 78 yoshli onaxon yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda yoki chet elda doimiy yordam bera olmaydi. Pensiyasi 900 ming yoki 1 million 100 ming so'm atrofida kommunal to'lovlar, dori-darmon, oziq-ovqatdan keyin qo'lida deyarli pul qolmaydi. U mahalla tomonidan ehtiyojmand sifatida tan olingan yoki ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan. Mana shunday holatda qo'shimcha moddiy yordam, bir martalik to'lov yoki kompensatsiya olish ehtimoli yuqori bo'ladi. Chunki yordamning maqsadi ham aynan shunday odamlarni qo'llab-quvvatlash. Uchinchi vaziyat, 65 yosh pensioner bor, lekin u hali ham ishlaydi. Har oy pensiya bilan birga oylik ham oladi. Uy-joy bor, oilasida daromad bor. U qariyalarga 1 million berilar ekan degan gapni eshitib, o'ziga ham tegishli deb o'ylashi mumkin. Lekin agar to'lov muhtojlik mezonlari asosida berilsa, ishlayotgan pensionerning daromadi hisobga olinadi. Bu degani u umuman hech qachon yordam olmaydi degani emas, lekin aynan ehtiyojmandlik bo'yicha beriladigan yordamda uning imkoniyati pastroq bo'lishi mumkin. 4-vaziyat, tagisi yoshdan oshgan, parvarishga muhtoj kishi bor. U ko'chaga mustaqil chiqa olmaydi. Dori-darmon xarajatlari yuqori,
uyida qarovchisi bor yoki farzandi ishga chiqolmay unga qarab o'tiribdi. Bunday holatlarda nafaqat bir martalik yordam, balki parvarish bilan bog'liq ijtimoiy xizmatlar, tibbiy ijtimoiy yordam, reabilitatsiya vositalari, nogironlik bo'yicha imtiyozlar ham muhim bo'lishi mumkin. Ya'ni faqat 20 million so'mni kutib o'tirmasdan. Keksaning barcha ijtimoiy huquqlarini tekshirish kerak. 5-misol. 2 nafar qariya er-xotin birga yashaydi. Ikkalasi ham pensiya oladi. Birining pensiyasi 1 million 300 ming so'm, ikkinchisiniki 1 million so'm. Umumiy daromad 2 million 300 ming so'm bo'lib ko'rinadi. Lekin ularning birida og'ir kasallik bo'lsa, har oy 700-800 ming so'mlik dori olsa, real hayotda ular ham qiynaladi. Shuning uchun mahalla yoki ijtimoiy xodimga murojaat qilganda faqat pensiyamiz kam demasdan, xarajatlarni ham aniq aytish kerak. Masalan, dori retseptlari, davolanish qog'ozlari, tibbiy xulosa bo'lsa, bular holatni ko'rsatadi. 6-misol. Qariya nomida uy bor, lekin uyning o'zi eski, daromad keltirmaydi. Ba'zan idoralarda nomingizda uy bor ekan degan gap bilan odamning muhtojligi past baholanishi mumkin. Lekin yashab turgan yagona uy insonni bo'y qilib qo'ymaydi. Agar uy yagona yashash joyi bo'lsa, daromad manbai bo'lmasa, buni alohida tushuntirish kerak. Ammo agar nomida bir nechta uy, ijara daromadi avtomobil, katta tadbirkorlik daromadi bo'lsa, unda ehtiyojmandlik masalasi boshqacha baholanadi. 7-misol. Keksa kishi rasmiy pensiya olmaydi, chunki ish staji yetmagan yoki hujjatlarida muammo bo'lgan. U yoshga doir nafaqa olishi mumkin yoki umuman hech narsa olmayotgan bo'lishi mumkin. Mana shunday insonlar alohida e'tibor talab qiladi, chunki ular ko'pincha eng og'ir ahvolda bo'ladi. Agar oilangizda shunday kishi bo'lsa, birinchi navbatda pensiya yoki nafaqa huquqini tekshirish kerak. Ba'zan odam yillar davomida menga hech narsa chiqmaydi deb yuradi. Aslida esa minimal nafaqa yoki ijtimoiy yordam olishga haqqi bo'ladi. Endi kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz odatdagidek tushib turibdi, barcha ma'lumotlaringiz to'g'ri, pasportingiz amal qiladi, bank kartangiz faol, sizga oldin ham barcha to'lovlar avtomatik tushgan bo'lsa, vahima qilish shart emas. Lekin baribir bir narsani tekshirib qo'ying. Sizning yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, bank kartangiz va ijtimoiy maqomingiz bazalarda to'g'ri ko'rsatilganmi? Chunki ko'p muammo aynan shu oddiy narsalardan chiqadi. Masalan, pensiya kartasi muddat tugagan bo'lsa, pul ajratilgan bo'lsa ham odam vaqtida yecha olmaydi. Yoki qariya boshqa joyga ko'chib ketgan, lekin ro'yxati eski manzilda qolgan. Mahalla uni real yashash joyida ko'rmaydi. Eski mahalla esa u yerda yashamaydi deb hisoblaydi. Natijada yordam masalasida chalkashlik paydo bo'ladi. Shuning uchun manzil masalasi juda muhim. Endi eng muhim va nozik joylarga o'tamiz. Birinchi tuzoq hamma oladi degan gap. Ijtimoiy to'lovlarda eng katta xato mana shu. Agar kimdir sizga 20 avgustdan barcha qariyalarga 20 million beriladi desa, darhol savol bering. Qaysi qaror asosida, qaysi to'yfaga? Bir martami yoki har oylikmi? Ariza kerakmi? Qaysi idora beradi? Rasmiy javob bo'lmasa, shoshilib ishonmang. Chunki ijtimoiy tarmoqlarda sarlavha baland bo'ladi, lekin ichida shartlar boshqacha bo'ladi. Ikkinchi tuzoq, firibgarlik. Bunday xabarlar chiqqanda ayrim nopoq odamlar keksa insonlarga qo'ng'iroq qilib, sizga 21 million tushadi, kartangiz raqamini ayting, SMS kodini ayting, biz rasmiylashtirib beramiz deyishi mumkin. Hech qachon SMS kodini hech kimga aytmang. Bank kartangizning to'liq raqami, amal qilish muddati, CVV kodi, mobil ilovaga kirish paroli, tasdiqlash kodi hech kimga berilmaydi. Davlat idorasi yoki bank xodimi ham sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar so'rasa, bu juda xavfli belgi. Uchinchi tuzoq, hujjat kerak emas deb umuman harakat qilmaslik. Ba'zi to'lovlar avtomatik bo'ladi, lekin ba'zilarda ariza talab qilinadi. Ayniqsa ehtiyojmandlik parvarish, dori-darmon, nogironlik, yolg'iz yashash holati bilan bog'liq yordamda insonning real ahvolini tasdiqlash kerak bo'ladi. Shuning uchun siz televizorda aytishdi, demak o'zi tushadi deb kutib o'tirmang. Mahallaga, ijtimoiy xodimga, minbek go'rtim yoki tegishli ishonch telefonlariga murojaat qilib, o'z holatingiz bo'yicha aniqlashtiring. 4-nuans. Qariya deganda har doim ham pensiya yoshidagi barcha odam tushunilmasligi mumkin. Ba'zi dasturlarda 6000 yoshdan oshganlar, ba'zilarida 65 yoshdan oshganlar, ba'zilarida 7000 yoki 1000 yoshdan oshganlar ko'zda tutiladi. Ayollar va erkaklar pensiya yoshi ham turlicha bo'lishi mumkin. Shuning uchun yosh mezonini aniq bilish kerak. 5-nuans. Bir martalik to'lov bilan doimiy nafaqa farq qiladi.
1,1 million so'm bir martalik moddiy yordam bo'lsa, u faqat bir marta beriladi. Har oy tushadigan qo'shimcha emas. Agar kompensatsiya bo'lsa, maqsadi aniq bo'ladi. Masalan, dori-darmon, kommunal xarajat, ijtimoiy xizmat yoki boshqa yo'nalish. Agar nafaqa bo'lsa, u ma'lum muddat davomida berilishi mumkin. Shuning uchun 1 million oldim. Endi har oy tushadi deb reja tuzib qo'ymang. 6-nuans oilaning daromadi. Ayrim yordamlar faqat keksaning pensiyasiga qarab emas, bir uyda yashayotgan oila a'zolarining daromadiga qarab baholanadi. Masalan, qariya o'zi 1 million pensiya olsa, lekin u bilan bir uyda rasmiy ishlaydigan 2 farzandi yashasa, tizim umumiy daromadni ko'rishi mumkin. Boshqa tomondan qariya farzandining uyida ro'yxatda turadi, lekin amalda yolg'iz yashaydi. Bunday holatda real yashash joyi va haqiqiy sharoitni mahalla dalolatnomasi bilan tasdiqlash kerak bo'lishi mumkin. 7-nuans nogironlik va tibbiy xulosa. Agar qariya kasal bo'lsa, lekin rasmiy nogironlik guruhi belgilanmagan bo'lsa, ko'p imtiyozlardan foydalana olmay qolishi mumkin. Albatta, har bir kasallik nogironlik degani emas. Lekin odam doimiy parvarishga muhtoj bo'lsa, yurish, ko'rishi, eshitishi, o'ziga xizmat qilishi jiddiy cheklangan bo'lsa, tibbiy ko'rikdan o'tib, maqomini aniqlash zarur. Bu faqat pul uchun emas, balki protez ortopediya vositalari, reabilitatsiya, sanatoriy, dori-darmon bo'yicha imkoniyatlar uchun ham kerak. 8-nuans qarzdorlik va bank kartasi. Ba'zan odamning kartasida qarzdorlik, aliment, kredit, ijro hujjati bo'lishi mumkin. Ijtimoiy to'lovlar bo'yicha undirish masalasi qonunchilikka qarab farqlanadi. Lekin amalda odamlar pul tushdi, darrov yechib ketildi degan holatlarga duch keladi. Shuning uchun agar kartangizda kredit yoki blok bo'lsa, oldindan bankdan va MIBdan holatni aniqlashtiring. Ijtimoiy to'lov qaysi hisobga tushishi, undan ushlab qolish mumkinmi yoki yo'qmi? Buni bilish muhim. 9-nuans boshqa viloyatda yashash. Qariya Toshkentda farzandinikida yashashi, lekin ro'yxati Qashqadaryo yoki Farg'onada bo'lishi mumkin. Bunday holatda yordam olishda manzil muammosi chiqadi. Chunki mahalla va ijtimoiy xizmatlar odatda ro'yxat yoki real yashash joyi bo'yicha ishlaydi. Agar uzoq muddat boshqa joyda yashayotgan bo'lsa, vaqtincha ro'yxat. Mahalla ma'lumotnomasi, yashash davlatnomasi kerak bo'lishi mumkin. 10-nuans men savodsizman, ariza yozolmayman deb uyda qolish. Qonun bo'yicha yoshi katta, nogironligi bor yoki o'zi bora olmaydigan odamga ijtimoiy xodim yordam berishi kerak bo'lgan holatlar mavjud. Mahalla raisi, xotin-qizlar faoli, hokim yordamchisi ijtimoiy xodim orqali murojaat qilish mumkin. Farzandlari yoki ishonchli vakili ham yordam berishi mumkin. Umumiy hech kim men bora olmayman, demak ololmayman deb o'ylamasin. Endi men sizga aniq yo'l xaritasini beraman. Agar siz yoki yaqinlaringiz 1000 avgustdan aytilayotgan 5 million so'mlik yordamga aloqador bo'lishi mumkin deb o'ylasangiz, birinchi qadam ma'lumotni rasmiy manbadan tekshiring. Mahallangizdagi ijtimoiy xodimga, tuman ijtimoiy himoya bo'limiga, pensiya jamg'armasiga yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat qiling. Telefon orqali ham so'rash mumkin, lekin javobni imkon qadar yozma yoki aniq ism sharif bilan eslab qo'ying. Ikkinchi qadam. Qariyaning hujjatlarini tayyorlab qo'ying. Asosiy hujjatlar odatda quyidagilar bo'ladi. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishini tasdiqlovchi ma'lumot, bank karta rekvizitlari, yashash manzili, telefon raqami. Agar qariya nogiron bo'lsa, nogironlik ma'lumotnomasi. Agar kasal bo'lsa, tibbiy xulosa, retseptlar, shifokor tavsiyalari. Agar yolg'iz yashasa, mahalladan bu holatni tasdiqlovchi ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. 3-qadam. Daromad va xarajatlarni yozib chiqing. Men tavsiya qilaman, oddiy daftar olib, bir oy davomida qariyaning daromadi va xarajatini yozing. Masalan, pensiya 1,2 million so'm, dori-darda 20 ming so'm, kommunal to'lov 2,5 ming so'm, oziq ovqat 600 ming so'm, transport va boshqa xarajat 100 ming so'm. Natijada xarajat daromaddan oshib ketadi. Buni og'zaki aytsangiz, ta'siri boshqacha, aniq raqam bilan ko'rsatsangiz, holat tushunarli bo'ladi. Mahallaga murojaat qiling. Mahallaga borganda menga 20 million bering deb emas, mening yoki ota-onamning ijtimoiy holatini ko'rib chiqishingizni, qaysi yordam turlariga haqli ekanligimizni aniqlab berishingizni so'rayman deb murojaat qiling. Chunki yordam turi turlicha bo'lishi mumkin. Bir martalik moddiy yordam, oziq ovqat yordami, dori-darmon, kommunal kompensatsiya, parvarish xizmati, ijtimoiy reyestrga kiritish yoki boshqa dastur. 5-qadam, ariza yozilsa, nusxasini olib qoling.
Juda ko'p odam ariza beradi. Keyin qani javob desa, arizaning raqami ham, sanasi ham yo'q. Men har doim shuni aytaman. Ariza topshirdingizmi? Kirim raqamini oling. Kim qabul qildi? Qachon qabul qildi? Javob muddati qancha? Bularni yozib qo'ying. Agar elektron topshirsangiz, skrinshot yoki ariza raqamini saqlab qo'ying. 6-qadam, bank kartasini tekshiring. Kartaning muddati tugamaganmi? Telefon raqami kartaga ulanganmi? Karta bloklanmaganmi? Qariya pin kodini biladimi? SMS xabarnoma yo'qilganmi? Ba'zan pul tushadi, lekin qariya bilmay yuradi. Ba'zan esa farzandlar kartani olib qo'ygan bo'ladi. Qariya pulni o'zi nazorat qilmaydi. Bu juda nozik masala. Keksa insonning puli uning o'z ehtiyoji uchun ishlatilishi kerak. 7-qadam, agar rad javobi berilsa, sababini yozma oling. Sizga chiqmaydi degan og'zaki javob yetarli emas. Nega chiqmaydi? Daromad yuqorimi? Reyestrga kirmaganmi? Hujjat yetishmayaptimi? Manzil mos emasmi? Yosh mezoni to'g'ri kelmayaptimi? Sababini bilmasangiz xatoni tuzata olmaysiz. Masalan, rad sababi hujjat yetishmadi bo'lsa, hujjat topshirasiz. Daromad yuqori bo'lsa, real xarajatlarni tasdiqlashga harakat qilasiz. Manzil aniqlanmadi bo'lsa, yashash joyini tasdiqlaysiz. 8-qadam. Agar qariya o'zi bora olmasa, uyga kelib ko'rishni so'rang. Ayniqsa yotoq holatidagi nogironligi bor 8 yoshdan oshgan insonlar uchun bu juda muhim. Mahalla yoki ijtimoiy xodim real sharoitni ko'rsa, hujjatdagi quruq raqamdan ko'ra holat aniqroq bo'ladi. Uyda dori-darmon, parvarish ehtiyoji, yolg'izlik, yashash sharoiti ko'rinadi. 9-qadam. Barcha ma'lumotni qarindoshlar bilan kelishib oling. Ba'zan bir farzand mahallaga boshqa gap aytadi, ikkinchisi boshqa gap aytadi. Biri onam yolg'iz deydi, boshqasi yo'q, men qarayman deydi. Natijada hujjatda chalkashlik chiqadi. Shuning uchun avval oilada masalani aniq qiling. Qariya qayerda yashaydi, kim qaraydi, daromadi qancha, xarajati qancha, qanday yordam kerak. 10-qadam, rasmiy javob kelguncha kutish muddatini biling. Har bir arizaning ko'rib chiqish muddati bo'ladi. Bugun topshirib, ertaga pul tushishini kutmang. Lekin muddat o'tib ketsa, yana murojaat qiling. Murojaat raqami bo'lsa, tekshirish oson bo'ladi. Endi amaliy ariza mazmuniga misol aytaman. Arizada shunday yozish mumkin. Men falonchi, falon manzilda yashayman. Yoshim falonchida, pensiya olaman. Sog'lig'im sababli dori-darmon xarajatlarim yuqori, doimiy moddiy yordamga muhtojman. Ijtimoiy holatimni o'rganib, menga tegishli moddiy yordam. Nafaqa yoki kompensatsiya masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Agar farzandi yozsa, onam yoki otam falonchi, falon yoshda, falon manzilda yashaydi, mustaqil yurishi qiyin, yordamga muhtoj. Holatini joyiga chiqib o'rganishingizni so'rayman deb yozadi. Yana bir muhim maslahat, faqat pulni emas, xizmatlarni ham so'rang. Masalan, qariyaga uyda ijtimoiy xizmat kerak bo'lishi mumkin. Kimdir haftada bir necha marta kelib, dori olish, oziq ovqat olib kelish, hujjat ishida yordam berish, tibbiy ko'rikka yo'naltirish bo'yicha ko'maklashishi mumkin. Ba'zan 1 million so'm bir oyga yetadi. Lekin to'g'ri yo'lga qo'yilgan ijtimoiy xizmat qariyaning hayotini ancha yengillashtiradi. Yana shuni unutmang. Agar sizning yaqin qariyangiz men hech kimdan yordam so'ramayman desa, uni urishmang. Keksalar ko'pincha uyaladi. O'zini og'ir yukdek his qilishni xohlamaydi. Siz unga buni sadaqa emas, davlat tomonidan belgilangan huquq ekanini tushuntiring. Inson butun umr mehnat qilgan, farzand o'stirgan, jamiyatga hissa qo'shgan. Yoshi ulg'ayganda qo'llab-quvvatlanishi tabiiy. Demak, 1 avgustdan qariyalarga 1 million so'm degan xabarni eshitganingizda eng avvalo shuni biling. Bu pul hammaga avtomatik tushadi deb o'ylash xato bo'lishi mumkin. To'lovning turi, to'y fasi, sharti va rasmiy tartibini aniqlash kerak. Eng muhim ishlar: qariyaning maqomini tekshirish, hujjatlarni tayyorlash, mahalla yoki ijtimoiy himoya organiga murojaat qilish, ariza raqamini saqlash. Bank kartasini tekshirish va rad javobi bo'lsa, sababini yozma olish. Men ekspert sifatida sizga shuni maslahat beraman. Bugun videoni ko'rib bo'lgach, oilangizdagi har bir keksa inson bo'yicha 3 ta narsani tekshiring. Birinchisi, u qanday pensiya yoki nafaqa oladi? Ikkinchisi, u ijtimoiy yordamga muhtojlik bo'yicha ro'yxatda bormi? Uchinchisi, uning hujjatlari va bank kartasi tartibdami? Shu 3 ta narsa joyida bo'lsa, yordam olish imkoniyati ancha oshadi. Agar sizda shunday holat bo'lsa, izohlarda yozing. Ota-onangiz yoki bu bobongiz qaysi viloyatda yashaydi? Pensiya oladimi? Qo'shimcha yordam bo'yicha murojaat qilganmisiz? Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni albatta qarayasi bor yaqinlaringizga yuboring.
Chunki bitta yuborilgan video kimningdir? 5 million so'm yordam olishiga, hujjatini to'g'rilashiga yoki firibgarlardan himoyalanishiga sabab bo'lishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling.